Toshkent shahridagi Pavel Benkov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan rassomlik maktabida 12 xalqaro turkiy dunyo madaniyati, san'ati, tasviriy san'ati, she'riyati va musiqasi festivali doirasida Dunyoni san'at asraydi nomli xalqaro ko'rgazmaning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mazkur madaniy anjuman turkiy xalqlarining boy ma'naviy merosi, san'at va madaniyat sohasidagi hamkorlik aloqalarini yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Ko'rgazmada Turkiyaning taniqli rassomi Banu Davun, Ozarbayjonning mashhur ijodkori Navai Metin hamda o'zbekistonlik rassomlar Erkin Orol, Mas'ud Xolov, Alisher Hamdamov, Murod Urmonov, Dilshod Nur, Sarvar Yo'ldoshev turli janrlarda yaratilgan asarlari namoyish etildi. Tadbir yuqori saviyada tashkil qilinib, unda fan, madaniyat, adabiyot va san'at sohasi vakillari, ijodkorlar, talabalar hamda san'at muxlislari ishtirok etdi. Ko'rgazma mehmonlarga turkiy xalqlar madaniyati va tarixi bilan bog'liq noyob badiiy asarlar orqali yaqindan tanishish imkonini berdi. Turkiyalik rassom, grafik va san'atshunos olima Banu Davun o'z asarlarida qadim sivilizatsiyalar izlari, tarixiy voqealar va insonning o'tmish bilan bog'liq xotiralarini badiiy talqin etadi. Rassomning ko'rgazmada namoyish etilgan asarlarda qoyatoshlarga bitilgan qadimiy belgilar, ov sahnalari, kiyiklar tasviri hamda qadimgi podshohliklar davriga oid manzaralar o'ziga xos badiiy yechimda aks etgan. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ben Türkiye'de Aksaray Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Çukurova Edebiyatçılar Derneği tarafından organize edilen bu 13. Türk Dünyası Sanat Festivali vesilesiyle burada bulunmaktayım. Ve burada bulunmaktan, sizlerle birlikte olmaktan çok büyük gurur duydum. Ve bir dostluk köprüsü yaratmak anlamında ve sanatın birleştirici gücünü, evrenselliğini kullanarak böyle bir organizasyona ben de eserlerimle katılım sağladım. Ozarbayjonlik taniqli rassom, grafik dizayner va madaniyat faoli Navai Metinning ijodi ham ko'rgazma qatnashchilarida katta qiziqish uyg'otdi. U portret, peyzaj, natyurmort va grafika janrlarida samarali ijod qilib kelmoqda. Rassom asarlarida milliy qadriyatlar, turkiy dunyo tarixi va madaniyati, inson ruhiyati hamda yorug'lik falsafasi muhim o'rin tutadi. Navai Metin nafaqat rassom, balki shoir, kitoblar uchun muqova va grafik dizayn ishlarini yaratish bilan ham shug'ullanadi. Uning fikricha, madaniyat va san'at xalqlarni birlashtiruvchi, millatlar o'rtasidagi ma'naviy ko'priklarni mustahkamlovchi beqiyos kuchdir. Azerbaycan ve Özbek halkları uzun zaman yok, yani yaranıştan kardeş halklardır. Ama bugün diğer ki dünyada medeniyete falan biraz baskı var. Ona göre halkların birleşmesi vaciptir. Daha yakın olması. Mesela dost halklar kardeş olabilir. Zaten biz Türkiye, Özbekistan, Özbek, Kazak, bunlar zaten kardeş halklardır. Bunların yaklaşması kültürle daha çok sık yaklaşması reallaşmaktadır. Yani. Bildiğiniz için benim projem var. Dünyayı sanat kurtaracak diye. Bu proje adı altında birçok yerlerde sergiler açtık. Ko'rgazma davomida namoyish etilgan asarlar san'atning chegara bilmas qudratini, turli xalqlarni umumiy madaniy qadriyatlar atrofida birlashtira olish salohiyatini yana bir bor namoyon etdi. Zero, inson qalbiga ezgulik, go'zallik va ma'rifat urug'ini sepuvchi san'at haqiqatdan ham dunyoni asraydigan buyuk kuchdir.